Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Bugun biz mana Qashqadaryo Yakkabog' tumaniga Gazoblok avtomat liniyamizni o'rnatib 100% ishga tushirib berdik. Bugundan mahsulotlar chiqyapti. Tayyor holatda bor Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Buxorogacha bemalol dastavkalar ham bor. Telefon qilaverasizlar. Usta, qalay endi ishlar? Ishlar cho'tga kelaverasizlar mana. Ishlar cho'tki mana kelaverasizlar. Mana shu bolalarni o'zlari bemalol savdolashib, sizlarga o'sha yuklab tayyorlab berishadi. Ana sifat. Qashqadaryoda bitta bo'ldi desak ham bo'laveradi. Bu liniya kuniga mingtagacha chiqaradi. Polniy avtomat liniya. G'ishlari 600 markada chiqyapti. Avtomat reskalar ikkitadan mana millimetrgacha to'shnim kesib beradi. Bemalol butun voha bo'ylab yetkazib beramiz. Telefon qilaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Gazoblok so'raganlar juda ko'p bo'lgan voha tomonidan. Endi xo'p, shu liniyamizni biz atagi $20,000 olib kelib ustanovka qilib berdik. Hamma narsasi ichida shu sement yonkilarigacha, lentalari, shinik, mishalka, o'sha tenzovoy datchik tarozilari, 20 ta paddon, 10 ta borti bilan mana shu narxga tushdi. Gazoblok liniyasi ham kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab ustanovka qilib o'rnatib beramiz. Hamma narsa o'sha birin-ketinlik ishlaydi. Birinchi o'sha bitta start knopkani bosganingizda suvda avtomatik tarzda totadi. 220 kilo tortganda o'chadi. Avtomatik keyin sement shnekni ishlatadi. Undan keyin qum lentani ishlatadi. Kerakli miqdorda o'zini tarozisiga qo'yib qo'yiladi. Shu kompyuterning tarozisiga hamma narsani o'zi o'lchami bilan tortib mishalkaga tashlab beradi. Biznesga qiziqqanlarga jo'natib qo'yasizlar va ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar.